Sizlar Bahodir yalantosh talashib o'tiribsizlar. O'zbek bo'lgan, qozoq bo'lgan deb. O'zbeklar kim, qozoqlar kim? Aslida ikkalasi ham bitta. Qipchoq turkiylardan tashkil topgan o'zbek jamoasi va qipchoq turkiychasida so'zlashgan. Ular Temuriylar davlatini egallaymiz va xalqqa yaxshi yasham beramiz degan bir nizom qo'yamiz degan da'vo bilan yo'lga chiqishgandi. Lekin 1446-yilda qalmoqlarga qarshi bo'lgan jangda mag'lubiyatga uchrashgandan so'ng Temuriylar davlatini egallaymiz degan bir ikkilamchi fikr chiqadi va jamoa ikkiga bo'linadi. Qipchoq turkiylari. Ketganlar bora-bora qozoqlar deb ataladi, qolganlar esa o'zbeklardir. Va bu millat nomiga aylanadi, shakllanib. O'zbek bo'lgan ekanmi, qozoq bo'lgan ekanmi? Ha. Hozir O'zbekistonda 20% ga yaqini qipchoqlar bo'lish kerak. Va qolgani ko'p qismi qarluqlar. O'g'izlar ham bor. Lekin hammasi bitta millat. Sizlar Bahodir yalantosh talashib o'tiribsizlar, xuddi bir-birlaringga tarjimon kerak deb. Xuddi o'zbek boshqa millat, qozoq boshqa millat. Agar kamchiliklarimiz bo'lgan bo'lsa, professorlarimiz to'ldirib ketsin. Kamchiliklarimiz uchun uzr. Nima ham deyman? Propagandaga qarshi kitobni o'qinglar olib. Har bir o'zbek bir qator o'qib chiqish kerak bo'lgan kitob. Sizlar uchun maxsus Turkiston News va Milliy izoh bo'ldi. Salomat bo'ling. Yana ham ko'proq ma'lumotlar uchun obuna bo'ling.